Mana mashinani bitta ko'ringlarda. Bu yerda bitta oq ko'ryapsizlarmi uzoqdan? GLK turibdi. Men Yevropada yurganimda shunaqa mashina O'zbekistonda bormidi, boramikan dedim. Mana bor ekan. Lekin undan yaxshisini ko'rsataman. Mana buni ko'ringlar. Bu avtomobilimizni balonlari yangi ekan, chiroyli, oporniklari juda go'zal ko'rinishdan, tashqaridan. Bu yoqda ham opornigimiz juda yaxshi, tirnog'i o'smagan, boshqa bo'lmagan. 3 qator oynagimiz maytdan ochib qo'yishibdi, ochiladigan funksiyasi bor va mana orqasi. Mana orqasi avtomobilda orqa eshigimiz. Undan keyin bu yoqqa bir dunyo ikkita xolodilnikni ustma-ust qo'ysalaring ham sig'ib ketadigan bagaj. 3 qator, 3-qator, 3 qator, 2-qator, ikkita oldi qator. Ya'ni faqat o'ng tomondan chiqib tushiladi va bu avtomashina endi Yevropa tili bilan aytganda busik deyiladi, O'zbekiston tili bilan aytganda endi mikroavtobus. Lekin B kategoriya bilan minsa bo'ladigan avtomashina. 329.484 km, mexanika korobka, audio sistemamiz va Mercedes emblemamiz, avtomashinamiz, cruise control bor ekan, limit bilan birga. Bu yoqda farolar, bu yoqda qo'shimcha jihozlar, eshiklarda ochilib yopilishi, svitlardagi bu yoqlar bundoq qilib orqaga o'tsa ham salondan bo'lar ekan avtomashinamizga. Lyuklarda o'rni turibdi, lyuki yo'q, lekin bu yerda televizor borga o'xshayapti. Yaxshi, bu yerda ham lyukda o'rni bor. Bu yog'imiz ham yaxshi. Mashinaning narxi sal arzonroq, cho'ntakbop, yaxshi so'rashyapti. Qimmat so'rashmayapti. Bu Pioneer magnitofonniki ekan. Men nima bor deb o'yladim. Mashinada sirena bormikin deb o'yladim. Yaxshi. Mashinamiz dizel motor, ya'ni Solarka. Mana zavodskoy CDI deyapti Mercedes-Benz. Rasxod ko'p emas avtomashina. Bu mashinani orqasi tortadi va oldida sensorimiz bor, orqada ham sensorimiz bor. Mana bu yoqda eshigimiz ochiladigan, yonboshga surilib, Damas forma va bu mashinamizni mana bu yoqdan mana sidenani oldiga tashlab turib, orqaga 3-qatorga o'tsa ham bo'ladi. Shunaqa avtomashina yaxshi. Bu 329 mingni ko'rdik tabloda. Kraskasi qanday buni? Yengil kraskalari bor, ichiga o'tmagan. Dizel 2 litr motor, 2 motor motor. Orqa tortadi faqat. Zadniy привод. Solarka расход qiladi. Solarkasi 10 ta atrofida maksimum bo'lsa kerak. Shahar 788, danligi 6-6,5. Siz ovozingiz eshitilmayapti, men shunga qaytarib qo'yapman bu narsalarga. Xo'p bo'ladi. Endi lyukimiz yo'q bunda. Men o'rnini ko'rdim. Bu Vito. Vianoda lyuki ham bo'ladi. Vitoning ham uzun versiyasi, long versiyasi. Konditsioner ishlaydi, xo'p bo'ladi.